Mani duxum yetmagan ishga oyimni jasorati yetadi deb o'ylamovdim. 7 kun Bakuni aylanib zerikib, 8-kun Ozarbayjonni tog'lariga borishga qaror qildik. Bizada Amirsoy bo'lsa, bularni mazza qilib dam oladigan tog'larning nomi Shag'dag'i ekan. Shahardan mashinada 3 soatlik joyda joylashgan ekan. Biz tur olganimiz uchun yo'l xarajatlari va gid bizga odam boshiga 50 manatdan tushdi. Yo'lda birinchi to'xtab, shunaqa ajoyib Qand tog'lari deb ataladigan joyni ko'rib ketdik. Oldinlari bu yer okean tagida joylashgan bo'lgani uchun shunaqa ajoyib rangda ekan. Keyin esa nihoyat Shag'dag' degan joyga yetib keldik. Bu yerda birinchi shunaqa chiroyli manzaralar bilan roller coasterda uchdik. Undan tashqari kanadka, paragliding va hatto detskiy plashatkasi bor ekan. Batumida 500 metrlik zipline da uchuvdim, lekin bunisi 1 kilometr ekan va ko'rinishi ham qo'rqinchliroq. Ha, mayli deb ketmoqchi edik, oyim men uchaman deb qoldilar. Jasoratlariga qoyil, lekin chunki ularga shlem kiydirayotgan paytida meni oyog'im qaltirashni boshladi. Oyim pastga zipline da ketdilar, biz esa tinchgina kanadkada tushdik. Keyin pastda choy-poy ichib olib orqaga qaytdik. Yo'lda paxlava oladigan joyga to'xtagandik, skameykada shunaqa qo'rqinchli asalari o'tirgan ekan. Do'konning ichida esa hamma turistlar o'zini mamlakatini pulini tashab ketadigan joy bor ekan. Qidirib ichidan bittagina Alisher aka tashab ketgan 20 ming so'mlik pul topdik. Uni yoniga biz ham 5 ming so'm tashab ketdik. Keyingi videoda esa qanday qilib Bakudagi qadimiy odamlar yashagan g'orga borganim haqida aytib beraman.